Assalomu alaykum YouTube kanalimiz a'zolari. Mana navbatdagi ishimizni madaniyatda tugatib bitkazyapmiz. Xudo xolasa inshaalloh. Bu tashqari shapkamiz uzunligi 22,5 metrga, eni 70 chiqqan. Ichkari shapkamiz hozir video davomida ko'rasiz. 22,5 metrga u shapkamiz 90 chiqqan. Общий kvadrat 77 kvadrat bo'lyapti, jalyuzilari bilan birga. Yupamiz metrini 5 ming so'mdan hozirgi kunda o'rnatib beryapmiz. Like, comment, post qilib, qo'llab-quvvatlab olasizlar degan umiddaman. Qadrli yurtdoshlar. Yani gapirib olasizmi, tushaymi? Ana hurmatli obunachilar, So'lug'bek tashqarida qoldi. Lesada bu ichki tomonimiz uzunligi eni 90 dan chiqqan. Xudo xolasa taylarimiz ochiq qoladi 10 sm da karniz qilib qo'yib berdik. Oq shikolat to'lib tillalari bilan ko'rib baho beraverasizlar. Xizmatlar bo'lsa nomerlarimizni opsiyada qoldiramiz. Vodiy bo'la xizmatdamiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. 24 soat aloqadamiz. Telegram kanallarimiz ham bor. 93 kodi bilan 067 11 33 raqamlariga bemalol aloqaga chiqaverasizlar.